Mayli yomg'ir, mayli qor yog'sin. To'y tomonga shoshar qadamlar. Qayda bo'lmang, Xudoyor bo'lsin, to'yni yaxshi ko'rgan yaxshi odamlar deb. Mana aziz mehmonlarimiz, ko'rib turganingizdek, yana bugun Istanbul shahrida Turkmaniston xalqimizning yana bitta oila, yangi oila dunyoga kelmoqda. Bu ham bo'lsa, yangi oilamizning sababkorlari bo'lgan Kiyovto'ra Ramazonjon hamda kelinoyimiz Nigaroxonlarning baxt to'ylari ekan. Kelingizlar, mana shu kelin-kuyovlarning hurmat izzat qilib kelgan, ota-onasini hurmat izzat qilib kelgan barcha aziz mehmonlarimiz, sizlarning hammalaringizni mana shu jon düğün salonida Ondan yaşamı qarşılayın. To'ylar qutlug' bo'lsin. Yashar baxtli bo'lsin. Davom eting. Yo'q haqida. Ay beraka. Şad bolun gülün gelli. Gelin gelli, gelin gelli, şad bolun gülün gelli. Bilbil yanına bakıp senin sayın gülün gelli. Bilbil yanına bakıp senin bayrak dilin gelli. Alyan dedim nesip etsin ömür kazığına ötsün. Alyan dedim nesip etsin ömür kazığına ötsün. Bakşılar mı daydım aysın senin sayın gülün gelli.
aziz mehmonlarimiz, kelinjolarimizni ham davrimizga oldik. Ana endi o'zbegimizning urf-odatiga ko'ra hurmatli kelinchagimiz, kelin salomini boshlamoqchimiz. Alijon, o'rtaga gul tashlaylik, ko'ngillarni qo'shlaylik. Kelinchak tayyor bo'lganda kelin salomini boshlaymiz. Tog'i toshini qirq qilgan, ikki yoshini bir qilgan, kelin salom qiladi, ibobidan yegiladi. Qabul aylang qodir ekan, sizga salom yor yor. Qabul aylang qodir ekan, sizga salom yor yor. Choy namozi qo'lida, Makkatiloni yo'lida, kelin salom qiladi, ibobidan yegiladi. Qabul aylang bobojonlari, sizga salom yor yor. Qabul aylang bobojonlari, sizga salom yor yor. Ochoqlarni qo'ydirgan, oy kelin salom qiladi, ibobidan yegiladi. Mana shu yerda olamdan o'tib ketgan rahmatli Alisher akamizning ruhlari shod bo'lgan, 3 marta egilib ta'zim bergansiz, hurmatli kelinimiz. Baxtli bo'lgaysizlar. Qo'sha qaring deb kelgan, o'g'il qilib eringan, toy qildim deb kelgan, kelin salom qiladi, ibobidan yegiladi. Qabul aylang qaynonasi, sizga salom yor yor. Qabul aylang qaynonasi, sizga salom yor yor. Bozor yugurgan, kelinga sarpo qidirgan, bozor yugurgan, kelinga sarpo qidirgan, kelin salom qiladi, ibobidan yegiladi. Qabul aylang ammajonlari, sizga salom yor yor. Qabul aylang ammajonlar, sizga salom yor yor. Alajonlari toyirmi, xolalari? Yugurib yelmagan, charchashini bilmagan, kelin salom qiladi, ibobidan yegiladi. Qabul aylang xalajonlari, sizga salom yor yor. Qabul aylang xalajonlari, sizga salom yor yor. Mehmon kelsa xush degan, mehmonxona bo'sh degan, mehmon kelsa xush degan, mehmonxona bo'sh degan, kelin salom qiladi, ibobidan yegiladi. Qabul aylang bekajonlari, sizga salom yor yor. Qabul aylang bekajonlari, sizga salom yor yor. Qo'shlari bormi? Poydevordan qaragan, to'y qachon deb so'ragan, poydevordan qaragan, to'y qachon deb so'ragan, kelin salom qiladi, ibobidan yegiladi. Qabul aylang hamsiyalari, sizga salom yor yor. Ana endi kuyovlarni boshlar tayyormisiz? Ko'rmanalarni tozalab tayyorladik. Qabul aylang oshlari, sizga salom yor yor. Qabul aylang oshlari, sizga salom yor yor. Manglay sochi to'qigan, xotirgina to'qigan, kelin salom. Qabul aylang digamajonlari, sizga salom yor yor. Odamlar eshitmadim degangilar, kelin salom beradi, ibobidan yegiladi. Qabul aylang to'yga kelgan tog'alari, xalalari, ammalari, amakilari, qayinsigilari, opalari, bekalari, hammangizga kelin salom yor yor. Ana yetib keldi kuyov kuraychi. Yigitlarning sardori, kelinimizning xaridori, yigitlarning sardori, kelinimizning xaridori, kelin salom qiladi, ibobidan yegiladi. Qabul aylang kuyovlar, sizga salom yor yor. Qabul aylang kuyovlar, sizga salom yor yor. Salomat bo'lingizlar, baxtli bo'lingizlar, qo'sha qaringizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Guldiroz qarsanglar bo'lsin azizlar. Rahmat. Baxtli bo'lgaysizlar. Ana endi kuyovlar kelinimizning oydik yuzini ochib qo'yishni so'raymiz. Yana sizlarning albatta oshlari guldiroz qarsanglaringiz ostida qani. To'ylar muborak bo'lsin.
Endi esa hurmatli kelin-kuyovlar, sizlarni keng davramizga baxt. Maqsadingizlar, qo'shaqaringizlar deb endi kelin-kuyovlarni joylariga o'tirishga ruxsat beramiz. Marhamat kelin-kuyovlarimiz, sizlarni joylaringizga. Turkmaniston O'zbekda, Ukraina Tojikdan, yaqin Iroqdan, Istanbulning barcha turoqdan tashrif buyurgan mehmon va mezbon, Hazrati inson, Allohning farzi-yu insonning qarzi bo'lmish salomimni yo'llamoqdaman. Assalomu alaykum o'tirganlar va turganlar, o'ylanganlar va bo'ydoqlar, qora ko'zli qalamlar, oyday go'zal salomlar.
ammajonlari, xalajonlari, to'yga kelgan xudojonlari, san'atkorlari, videochilar, to'yga kelganlarga, kelmaganlarga, mana shu kamera qarshisida turgan barcha aziz mehmonlarga assalomu alaykum. Siz bizni jamil-jam qilib turgan mana ikkala yosh, biri oy, biri quyosh, Tohir va Zuhra, Farhod va Shirin, Layli va Majnun o'z baxti misolida ovlanib, tovlanib hammaning ko'nglini birdek olib turgan kechamizning shahzodasi, Xalimovlar oilasining sevimli farzandi Ramazonjon, kechamiz malikasi, Qilichevlar oilasining sevimli qizalog'i bo'lgan Nigaroxonlarning baxt qasriga qadam qo'ygan ilk qadamlaringiz, baxt to'ylaringiz qutli muborak bo'lsin deymiz. Ilohim sizlarning baxtlaringiz shunday baxtli bo'lingki, baxtdan qochib omadga qoqlik, quvonchga suyanib turib shodlik shohmoqlaridan yuring. Charchaganda mehr chashmasidan, omad ariqlaridan suv ichib, hayot yo'llarida xushnud davom eting. Ertakdagi malikaga aylangan, sultoniga kelin bo'lib saylangan, kelincha qutlaymiz bugun to'yingiz. Bugungi kelganlarimizning baxtlarini ochib berishim tabrik so'zlarini hurmat ehtiromingiz Ochilov Qumrat dostimizni to'y mikrofoniga taklif qilmoqchimiz. Keling, o'zingizning xosat bermoqchimiz. Yaqindan kelgan aziz mehmonlar, bugun İstanbulda charchalay yelib yugurib ishlab bergan musofir bo'lib yurgan aziz mehmonlarimiz, mana bugun jiyanim Ramazon bilan kelinimizning nikoh to'yi. Bu 2 yoshga uzoq umr, bir jon sog'lik nasib bo'lsa, mamlakatimizga eng baxtli, taxtli oilalardan biri bo'lib yetishsin. Shu kelgan mehmonlarning hammasiga rahmatimizni aytamiz. To'yimizni bir chiroyli, yaxshi bo'lib o'tkazishga nima qilishga. Kelgan mehmonlar sizga hammalaringizga dasturxonimizga o'tib, noz-ne'matimizni oling. Yana bir bor xush kelibsiz. To'yimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Kelin-kuyovlar vaqtli bo'ling. Sizning uchun hamma nimadan. Rahmat. Rahmat. Gildiroz qarsaylar bo'lsin aziz mehmonlarimiz. Shuning bilan to'ylarimizni ochiq deb e'lon qilamizda, hurmatli kelin-kuyovlar, sizlarni joylaringizga o'tirishga ruxsat beramiz. Kelin-kuyovlarni ota-onasini hurmat izzat qilib kelgan barcha aziz mehmonlar, hammalaringizni keng davramizga yozilgan so'zlar boshiga o'tirishga ruxsat beramiz. O'ksinma dunyoning tashvishini deb, yig'lama nomardning mishmishini deb, og'rinma hayotning yoz qishini deb, ko'rasan hammasi yaxshi bo'ladi. Keladi zo'rlardan zo'rlari albat. Tugaydi gumonlar, tugar malomat. Chin do'st bo'lsin sen uchun sabr va toqat. Ko'rasan hammasi yaxshi bo'ladi. Nafs uchun yurib chopingan emas. Har kunda az o'tmas topingan emas. Eng oxir to'proqdir, yapingan emas. Ko'rasan hammasi yaxshi bo'ladi. Baxt uchun qasd qilar kimningdir yori. Kimgadir armoni go'zali diydori. Kelganida bu kun umr bahori. Ko'rasan hammasi yaxshi bo'ladi. Aziz mehmonlarimiz, shunday ekan, o'zlaringiz bilasizlar, har bir to'y qo'shiqsiz, ko'ysiz o'tmaydi. Bugungi kelin-kuyovlarning baxt to'ylariga o'zining jozibali qo'shiqlari bilan, buni ovozlari bilan bizning Turkmaniston xalqimizning To'ytandon e'tirofida o'z elimiz orasida joy olgan, ayni zamonda Istanbul shahrida san'atini davom ettirayotgan Shahzomon Ochilov hamda Oliya Penjiyeva sizlarning xizmatlaringizda bo'ladi. Tegirmon muhabbati bilan, buyuk san'atkor hurmati bilan deganlaridek muhabbatimizni san'atkorlarga beramiz. Albatta sizlar yemak vaqtingizda sizlar tinglaydigan tuyg'usal Yığladım
bahçedeki kız şerif nazlarından aylanay zelzelinden aylanay hançerinden aylanay bahçedeki kız şerif nazlarından aylanay Assalomu alaykum. Kim eshitdimi? Assalomu alaykum hamma arkadaşlar, nimalar? Bugun men Ramazon jiyanimizning to'yi. 2 yosh baxtli, taatli bo'lsin. Bu 2 yoshdan nasib bo'lsa bir ko'cha durasin, bir qishloq durasin, bir etraf durasin, bir shahar durasin. Nasib bo'lsa eng Turkmanistonda baxtli mashg'ul olsin. Bugun mana Turkmaniston İstanbulda to'yin belab o'tiribmiz. Eng baxtli mashg'ullarning biri. Enasi eli yurti u yoqda bo'lsa ham baribir tog'alari, qarindoshi, urug'lari bu yerda. Bu jigit yakka emas. Bizlar bor. Nasib bo'lsa to'yda qaytadi. Hammani shunday to'yga yetirsin. Ilohim yoshlar baxtli, ta'alli olsun. Hamisha yoshlar uchun to'y bo'lsin. Endiki shu vaqtlarda kichkina jiyanlarning tug'ilgan kunini belgilab o'tiraylik. İnşallah. Ha, sen ham demasın. Ha. Şu bu Ramazan kaymaçan to'y ekan. Nasibsa 2 yoshga bag'da aniq istayman da. Nasibsa 2 yoshda bag'da tabriklayman. Nasib shu kelning ham oyog'ida shunli bo'lsin. Shu borgan yerga o'palib jirsin-da. Nasibsa ham şeylere to'yxona bo'lsin. Nasib Turkmanistonda işte o'tirib turish ham hammamizni muyassar qilsin. To'ylarda qatnashaylik. Sağlık selamatlık olsun. Ne deymiz? Bana bugün Ramazan jiyanimizning turmush to'ylari nasib bo'lsa
endigi yil nasib bo'lsa o'g'il to'ylarida jurmak va o'tirmoq nasib qilsin hammamizga. Nasib bo'lsa shu jiyanim baxtli, saodatli bo'lib, mana bir dashar yurtlarda shu tiplar to'ylar berib yuribdi. Malades, rahmat, barakat topsin. Nasib bo'lsa baxtli, saodatli. Mana aziz mehmonlarimiz, ko'rib turganingizdek, Ramazon Nigaroxon kelinlarimizning to'ylari yaxshi qo'shiqlar bilan boshlanib ketdi. Endi esa mana shu to'yimizga kelgan aziz mehmonlardan ikki og'iz shirin so'z eshitib qolamiz degan niyatamiz. Xush keldingizlar aziz mehmonlarimiz. Sizlarni bugun to'ylarimizda xush ko'rdik. Kelin-kuyovlarga bo'lgan ikki og'iz shirin so'zlar eshitib qolamiz deymiz sizlardan. Nima deymiz, bu yoshlarimiz ham baxtli bo'lsin. Elimizga, xalqimizga kerakli insonlar bo'lsin nasib bo'lsa. Yosh kunlarga nasib bo'lsa shu yoshlarning, ularning, qizlarining to'yiga qatnashib yurishim hammamizga muyassar qilsin. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, aytganingiz bajo kelsin. Salomat bo'lingizlar. Bu oqshom to'ylar ham juda yaxshi o'tadi degan niyatamiz. Assalomu alaykum. To'yimizga xush keldingizlar deymiz. Hammalaringizga yoqimli ishtaha tilagan holda bugungi kelin-kuyovlarning baxt to'ylarini sizlar bilan paylaşmak istedik. Kelin-kuyovlarga bo'lgan ikki og'iz shirin so'zlarni sizlardan ham eshitib qolmoqchimiz. Çok teşekkür ederiz her şey için. Böyle bir ortamda bulunmak, yani bir Türk olarak hani sizi ülkemizde görmekten gerçekten şu ortamı bize sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzel. İlk defa ben bu ortamda bulunuyorum. Böyle sizin ortamınızda ilk defa görüyorum. Gerçekten hani fevkalade süper yaşanması bizim yani gerçekten öbür Türklerin de görmesi, böyle ortamın yaşanması için yani bunlar önemli şeyler gerçekten. Biz dostuz, kardeşiz. Hani dost ülkeyiz. Hani böyle dostlukların devamını dileriz. Çok teşekkür ederiz. Sefalar getiriniz. Yana azizler, mana shu to'yimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimizga mana yigitlarimiz tashrif buyurgan. Yigitlarimiz hammalaringizga yoqimli ishtaha tilagan holda kelin-kuyovlarga sizlardan ham ikki og'iz shirin so'z eshitib qolamiz. Nima deymiz? To'y bo'layotgan yigitimizni qo'shqani bilan qo'shakarisin, yoshlar baxtli bo'lsin ukamiz. Hamisha uyi to'yxona bo'lsin, o'g'li qizi ko'p bo'lsin, qo'shqani bilan qo'shakarisin. Shularning baxtligi uchun olamiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Kelin-kuyovlarning baxtligi olingizlar. Salomat bo'lingizlar. Afiyat olsun. Bugungi to'yimizni sizlarga da paylaşmak istedik. Ramazon Nigaroxon düğünü sizlerle paylaşmak istedim. Tebrik ederim. Selam söyle. Çok teşekkür ederim. Mutluluklar dilerim. Bu kadar yani. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Afiyet olsun. Dünyada bormisiz, elden ormisiz, bağlarda açılgan atır güllerimisiz, oğulları, kelinleri sevekli farzand mısın deyip bugungi kelin-kuyovlarning to'ylari ko'rib turganingizdek yaxshi qo'shiqlar bilan boshlanib ketdi. Ana endi to'yimizga kelgan aziz mehmonlarimiz bor. Mana shu mehmonlarimizdan ham ikki og'iz shirin so'z sizlardan eshitib qolamiz. Sağ ol. Ramazondan baxtli bo'lsin, to'y-to'yga ulaşsin. Hammaga rahmat, xizmat qilganlarga zatqa. İstanbulda bugun to'yga ulaşsin. To'yimiz ko'p bo'lsin. Nasib bo'lsa nevara to'ylarga kelaylik. Sizga rahmat. Aytganingiz bajo kelsin. Afiyat olsun deymiz. Çok sağ olun. Aziz mehmonlarimiz, ko'rib turganingizdek bizning Turkmaniston xalqimizda yana bitta yangi oila dunyoga kelyapti. Mana shu o'zimizning turkmanlarimizda to'ylar ko'p. Kelin to'y, sunnat to'y. Bugun mana shunday kelin to'ylardan biriga shohid bo'lib turibmiz. Albatta to'ylarda eng yaxshi nima? Onamni bo'lgan yemek, ovqat. Bugun mana shu oshboz akamizdan kelin-kuyovlarga bo'lgan ikki og'iz shirin so'z qanday qilib tayyorlanganini oshboz akamiz sizdan eshitib qolamiz. Assalomu alaykum. Uzoqdan va yaqindan kelgan mehmonlar. 2 yoshga baxt tilayman, o'ni o'ssin, baxtli bo'lsin. Qo'shqanlar qo'sha qarsin nasib bo'lsa. Mamlakatimizga kerakli yoshlar o'p yetishsin. Nima to'y-to'ylash, yoshlar baxtli bo'lsin. Xizmat bizdan, qolgan sizlardan. Rahmat, salomat bo'ling. Elleringizin sağlık. Bugün aytilgan tilaklar yaxshi, to'y kuni yangragan qo'shiqlar yaxshi, to'y kuni aziz mehmonlar aytadir shirin so'z.
Hurmatli mehmonlar bo'lingiz, kechamiz naqshi deb. Assalomu alaykum. To'ylarimizga xush keldingizlar. Bugun kelin-kuyovlarning baxt to'ylari ko'rib turganingizdek, yaxshi qo'shiqlar bilan boshlanib ketdi. Endi kelin-kuyovlarga bo'lgan ilk og'iz shirin so'z azizlarim mehmonlarimiz sizlardan eshitib qolamiz. Yoshlar ham baxtli bo'lsin, nasib bo'lsa qo'shqani bilan qo'sha qarib, bolalarning huzurini ko'rib, nasib bo'lsa ona otasiga, vatanimizga foydali farzandlar bo'lsin, o'zlari bilan o'zlari o'lsin, ko'paysin. Nasib bo'lsa yurtimiz tinch bo'lsin, yaxshi kunlarda qatnashaylik. Rahmat, salomat bo'lingizlar, afiyat olsin deymiz. Ukamiz, sizdan ham ikki og'iz shirin so'z eshitib qolamiz. Jiyanning ham yog'daylari yaxshi bo'lsin, sog'aman o'ynab kulib yursin. Nasib bo'lsa baxtlar ishlar bilan sog' salomat o'ynab kulib yurak. Aka rahmat sizga. Rahmat, salomat bo'ling deymiz. Ey odam, ogoh bo'l, boq oyog'ing ostiga. Bilmay qo'ymagin oyog'ingni tikanding ustiga. Bu hayot shunday murakkabga do'st deb sir aytmagin, dushmaningning do'stiga deb. Xush keldingizlar aziz do'stlari. Mana ko'rib turganingizdek, oshna do'stlaringizning to'ylari yaxshi qo'shiqlar bilan boshlanib ketdi. Yigitlarimiz albatta bugun juda ham zavqli, shavqli, hayajondalar. Endi kelin-kuyovlarga bo'lgan yigitlarimiz sizlardan ikki og'iz shirin so'z eshitib qolamiz. Ramazon do'stimiz, kelinimiz ham Nigora. Sizlarga uzoq umr, baxt, jod, sog'lik tilayman. Nasib bo'lsa, endigi yillarda nevara to'ylarda o'tirish, shunday hamisha do'stlarimiz bilan bir dasturxonda o'tirish nasib qilsin. Hammamizga ham shunday yaxshi kunlar ko'p bo'lsin-da. Ramazan Kulluktaş, baktı bol, ömür boyu. Kalbin hangi güzel şey için çarpıyorsa her doğan güneş sana onu getirsin. Mutluluklar dilerim. Ayşe Ramazan aşkım toy kutlu olsun. Nasipse niyatlarımızda niyatlara öyleydir. Toylar kutlu olsun. Malum bugün Ramazan aşnamızın toyunda Nigara bilen bağıtlı bolaşına can sağlığın, ömrün uzak olsun. Ömrüden birgen misin, olsun. Hem de şu günü boğulurken aşnalarımızın, dostlarımızın rahmet olsun. Bağıtlı bolaşına. Assalomu alaykum mahruman illashlar. Bugun men Ramazon ashnaning to'yida o'tiribmiz. To'ylar ham nasib bo'lsa qutlu olsun, davom olsun. Endi nasib bo'lsa nevara to'ylarda o'tirib yurak. Baxtli bo'lmashna. Sizga ham rahmat ko'pdan ko'p. Rahmat. Do'stliklaringiz abadiy bo'lsin, bir umr mustahkam bo'lsin deymiz. Salomat bo'lingizlar, sizlarga afiyat olsin deymiz. Yana mana aziz mehmonlarimiz, so'z berishlarimiz davom etyapti. Bir guruh yigitlarimiz bor. Xush keldingizlar yigitlarimiz. Ko'rib turibsizlar, kelin-kuyovlarning to'ylari yaxshi qo'shiqlar bilan boshlanib ketdi, oshlari. Endi sizlar bugun oshlaringiz to'ylarda juda ham xursandsiz. Kelin-kuyovlarga bo'lgan qarata ikki og'iz shirin so'zlarni mana shu mikrofon orqali bildirsangizlar. Aling nima deymiz, shu jon sog'lik bo'lsin, to'ylar to'ya ulashsin. Eng yomon kunimiz ham shunday bo'lsin. Nasib bo'lsa inshaalloh beshik to'ylarda ham shunaqa o'tirib yuraylik. Aling.
do'sting bo'lsa, teng bo'lsa, yuragi bag'ri keng bo'lsa. Mehnatda ham rohatda doim hamrohing bo'lsa deyshadi. Assalomu alaykum. Hurmatli kelin-kuyovlar, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Ana bugun ko'rib turganingizdek, kechamiz to'yimiz yaxshi qo'shiqlar bilan juda ajoyib boshlanib ketdi. Bugungi kelin-kuyovlarning to'ylariga albatta ko'rib turganingizdek do'stlari bor. Bugun hurmatli do'stlari, sizlar juda ham xursandsiz chunki guvohsiz kelin-kuyovlarga. Albatta guvohlardan endi ikki og'iz shirin so'z sizlardan eshitib qolamiz. Ramazan niyara baxtımızda ince mümkünlerden şunday olsun. Ağzı bir çok ayrılmasın. Hem çeşit bağımlılığında oturmak nasip etsin. Rahmat, marhamat ukamiz. Bana bugün nasipse Ramazan'dan toy nasiplaştan toy bilen tavukdayman. Şikelim bilen hemşe bağlı bulup Türkmenistanlarda bağlı yaşayacağım nasipse. Hemşe biliyorum. Rahmat, guvohlari do'stligingiz mustahkam bo'lsin deymiz, to'ylar muborak bo'lsin deymizda. Ana bugun to'y bo'ladi. To'yda o'yin kelgan zo'r bo'ladi. Kelavering xalalari, ammalari, hammalari bugungi to'y hamma to'ydan zo'r bo'ladi deb xo'sh keldingizlar aziz mehmonlarimiz. O'zlaringiz ko'rib turganingizdek kelin-kuyovlarning baxt to'ylari bugun yaxshi qo'shiqlar bilan boshlanib ketdi. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda kelin-kuyovlarga bo'lgan ikki og'iz shirin so'zlarni sizlardan eshitib qolmoqchimiz. Marhamat opamiz. Yaşlarımız baxtlı olsun, toylar toya ulaşsın, görecekleri qoğuluk olsun. Benim kızcağızımızın oğluyum. İnşallah yine toylarında görüşmek nasip etsin. Toylar merak olsun. Hemme cını istege yaşlar baxtlı olsun. Rahmat, sizlarga ham hammalaringizga yoqimli ishtaha tilaymiz. İnşallah bu akşam toylarımız juda ham qiziqarli o'tadi degan niyatimiz. Salomat bo'lingizlar. Mana aziz mehmonlarimiz, endi toylarimiz boshlanib ketmasdan davramizga, kechamizga, kelin-kuyovlarning baxt to'ylariga yana tashrif bergan mehmonlarimiz juda ham ko'p. Hozir esa mana shu yerda bir guruh mehmonimiz bor. Xo'sh keldingizlar. O'zlaringiz guvohsizlar. Kelin-kuyovlarimizni kechamizga oldik. Kelin-kuyovlarning baxt to'ylari juda yaxshi qo'shiqlar bilan boshlanib ketdi. Mana shu kelin-kuyovlarga bo'lgan o'zlaringizning ajoyib dil istaklaringizni bemalol bayon qila bilasizlar. Qani? Nima deymiz? Mana yoshlarimiz baxtli bo'lsin, qo'shqamına qo'sha kelsin. Nimaga niyat ajitsin. O'g'il qizi ko'p bo'lsin, to'ylarda qatnashaylik. Hamisha ishlarimiz bundan yaxshi. Sözleriniz sağ olun. Yaşlar baxtlı olar. Özlerin önüne koyuyorlar. Hemşe toylarında bulayık. Toyda katnaşayık. Yaşlar baxtlı olar. Rahmat. Birazdan hammangalaringizni o'yinda davrada kutamiz. Salomat bo'lingizlar.
senin ne oldu? Gücüne mi gitti, başrol gitti, filmde bitti ne oldu? Yediğin kalbinin torbalar senin ne oldu? Gücüne mi gitti, başrol gitti, filmde bitti ne oldu? Zorlama gitti, kalbimi kırdın bir defa, sakın dönme ardına. Son kez geldim kapına, aşkların adına. Yeminlerle gideri, numarlarla göre. Allah affeder mi senin gibi seveni?
tamana çalamam sen için gitara Tamara 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 Hayalım aldı, gelmem Ankara, saçlarım tara, yabancı
Thank you.
kelingizlar. Davrimizda jeshur bo'lgan mehmonlarimiz, rahmat sohiblarimiz, rahmat doirachi Alijon. Juda qiziqarli boshlanib ketdi. Hamma ham dunyoga yig'lab keladi. O'tkinchi qayg'ular hamdalarim Allohning bandalarimiz. Kimga hammamiz Allohning bandalarimiz. Nafs uchun yugurib chopilganimiz, xalq kunda asqotmas topilganimiz, eng oxir tuproqdir yopilganimiz. Hammamiz Allohning bandalarimiz. Aziz mehmonlarimiz, shunday ekan, endi so'zga chiqadigan mehmonlarimizning diqqatiga, agar kerak-kevarni tabriklaydigan mehmonlarimiz bor bo'lsa, bemalol ismlarini yozib kelishlari mumkin. So'zga chiqadigan mehmonlarimiz bo'lsa, mana shu yerda Kyotroning Yoqub tog'asining qardashi Sarvat aka. Agar davrimizda bor bo'lsa kerak, Yoqub tog'asining qardashi, mening ham kasbdoshim, mana shu yerda Kyotroning oshnasi Behrurjon. Keling, tabrik so'zlamoqdan sizga aytmoqchi. Rahmat, sog'lik, salomat bo'ling. So'zlaringiz uchun. Ramazon oshna negara kelib, bag'atli bo'lingizlar, taatli bo'lingizlar. O'zlaringizdan umid o'singizlar. Shirin shakar farzandlarning onasi, otasi bo'lingizlar. Ramazon do'st, bobomning yashamagan kunlarini Alloh sizga bersin. Sizga uzoq umr, kelin bilan sog'lik, salomatlik tilaymiz. Kelgusi ishlaringizda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. Ilohim yuzlaringizdan kulgu, lablaringizdan tabassum, ko'zlaringizdan nur ketmasin, bellaringizdan quvvat ketmasin, qalbingizda hech qachon g'am bo'lmasin, ko'zlarda nam bo'lmasin. Qutlug' bo'lsin sizga bugun kamolat, to'y bashodlik yor bo'lsin. Sevgilingga xiyonat qilmay iltimos, hayoting hamisha baxtiyor bo'lsin. Qalbingizda rohatli bo'l, toatli bo'l, o'zlaringizdan umid o'singizlar. Sizlar ham shunaqa shirin shakar farzandlarning onasi, otasi bo'lingizlar. Sizlarning har yaxshi kunlaringizda, sizning oilangizdagi har bir yaxshi kunda jannat guruhi sizning xizmatingizda tursin. Jannat guruhi bandalarini shazamon ochilgan. Yana bir gazak sizga Ramazonjon baxt tilayman. Baxtli bo'lishni, qo'shaqari, oshnachilligimiz 1000 yil bo'lsin, uzog'i bilan bo'lsin. Baxtli bo'l. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, Behrurjon, aytganingiz bajo kelsin, salomat bo'ling sizga ham. Endi hurmatli kelinlar, sizlar uchun hayajonli daqiqalar yetib keldi. Sizlarni ortiga olmoqchiman. Chunki baxt to'yingizga atalgan baxt tortlarni kesish navbati yetib keldi. Kelingizlar. Sizlardan yerkan dil ayol, o'g'lining topganini o'ylab yerkan dil ayol, bekorga aytilmagan xalq ichida shu maqom. O'g'ling yer o'rga ketar, qizing yer qirga. Charaqlagan uylaring kelinlarga qaladir. Sendan keyin kim bilar ne kuylarga soladir. Uyim, bolam, cho'qam deb olaverma xavotir. O'g'ling yer o'rga ketar, qizing yer qirga. O'g'illarda qush moshin, sen yurasan piyoda. O'zlaridan ortmaydi moli bo'lsa ziyoda. Bolam, bolam, bolam deb nima ko'rding dunyoda? O'g'ling yer o'rga ketar, qizing yer qirga ketar. Ana endi davramizga pastalarni kelsin. Oshlari, sizlarning gulroz qarsaylaringiz ostiga qaradi. Pasta nikoh uzumlari. Topshiradigan bitta singlimiz bor edi. Siz ham mana shu yerga kelib turing. Pastalar kelganga qadar eng odam ogoh bo'l, boq oyog'ing ostiga. Bilmay qo'ymagan oyog'ingni tikonning ustiga. Bu hayot shunday murakkabki, do'st deb sir aytmagin, dushmaningning do'stiga deb. Hurmatli guvohlari, tabrik so'zlamatini sizlardan eshitib qolamiz. Topshirsa, bunda kelyapman. Marhamat.
Tabrik so'zlar sizga. Salomatligingizlar guvohlari. Do'stligingiz mustahkam bo'lsin. Ana endi hurmatli kelin-kuyovlar, qo'llarni birgalikda olishib, bir-birlaringizga shirinlik tortlarni taqdim etgaysizlar. Shoshmay turibmiz. Avval tortlaringizni oling. Kelin-kuyovlar, olingizlar. Qo'llarni birgalikda olishingizlar. Mana shu yerda kelin-kuyovlarning bugungi baxt qasriga qo'yayotgan el qadamlari qutli muborak bo'lsin deymizmi? Zarina singlisi keling, nikoh uzuklarini topshirmoqchi. Zarinaxon, tabrik so'znoma sizga. Endi Zarinaxon shoshmay turasizlar. Zarinaxon singlimizning kelin-kuyovlar uchun nikoh uzuklari topshiriladi. Dilroz qarsaklaringiz ostida qani Zarinaxon, topshiring nikoh uzuklarini. Qarsaklar bo'lsin. Yigitlarimiz, qarsaklar bo'lsin. Kelin-kuyovlar bugundan e'tiboran Turkmaniston xalqimizga yangi bir oila saqlı bo'ldi. Qarang, nikoh uzuklari. Oltin uzuk taqib uning qo'liga. Kelayapsiz yangi hayot yo'liga. Niyatimiz shirin turmush quringlar. Oxirgi qarayman, baxtli bo'linglar deb nikoh muborak bo'lsin demizmi? Iltimos. Sharbazni ochasizlar. Endi navbat sharbat ziyaratiga kelyapti. Şimdi bo'lsa pishamoqchi. Iloji yo'q. Qanaqalar sizlarga kelin-kuyovlarning baxtlari uchun, ha? Sizing, boshqalar. Iltimoslardan, davrani biroz keyinroq olingizlar, mehmonlar, iltimoslardan. Qadaqlar siz uchun, kelin-kuyovlarning baxtlari uchun. Bugun senaylar sig'maydi qalbga. Nozlanin o'ynagan noz qalmoq uchun. Yelur qadag'an kunimizini ya. Kelin-kuyovlarning baxtlari uchun. Ana birgalikda 1 2 7 ketdi. Oy! To'ylar muborak bo'lsin. Hayotlaringiz oldingizdagi vodka pishirish shampanskadek jo'shqindi. Kitoblik mazmuni ko'ydan suvlaridek tinib o'zini oldim. Baxtli bo'lgaysizlar, qo'shiq qilgaysizlar. Bugun sizlarning yangi to'ylaringizda o'tirgan bo'lsak, Allohdan tilaymiz kelgusi jajjigina farzandlaringizning alla to'ylarda o'tirish siz bizga nemis alayhisalom. Rahmat, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Endi davrani keyinroq olasa, o'zimizning urf-odatimizga ko'ra hozir vals bo'ladi. Birinchi vals faqat kelin-kuyovlar uchun. Ikkinchi valsga arkadaşlar sizga ham taklif qilib qolamiz. Dunyoda bormisiz, erdan orimisiz. Bog'larda o'chirgan atirgullarimiz. O'g'illari kelinlari sevgili farzandmisiz? Oila ko'rkisiz. Oy jamomisiz. Har kim ham mana shunday to'ylarga yetsa, to'ylar qilsin elning oldidan o'tsin. Tilayman yaratgandan 5 marta har kun. Barcha mo'min musulmonlar to'ylarga yetsin, to'y bo'lsin. Bugungi to'ylaringiz muborak bo'lsin.
Sen getirdin ayganda soğan Aklım evirdin aklım Mervada çekildim Sen getirdin ayganda soğan Oğul sat gözlerimde bilmedim yüreğimde kim var Demezsen benimle benim var Ana senin başka kim var Oğul sat gözlerimde bilmedim yüreğimde kim var Demezsen benimle benim var Ana senin başka kim var Olacak gözlerimde var bilmedim yüreğimde kim var Demezsen benimle benim var Ana senden başka kim var Olacak gözlerimde var bilmedim yüreğimde kim var Demezsen benimle benim var Ana senden başka kim var Kıyken tabletten beri gidelim Kudeli kini kanlı başlayalım Kıyken tabletten beri gidelim Kudeli kini kanlı başlayalım Yıkılmaz ileri gel hiç böyle değil Çölüm dedi kapısız gel hiç böyle değil Yıkılmaz ileri gel hiç böyle değil Dostum dedi kapısız gel hiç böyle değil Kütleler kütleler geri çıkarlar Yıkmalı borin bu cepleri kendler çayla Kıyta tamle temde temeli olan Bundan iki yeni kemdir ulaştı olan Kıyta tamle temde temeli olan Bundan iki yeni lüle şaştı olan barcha yigitlarimizga iltimosiga e'tibor beramiz. Tekrordan
Hoşumuz Nigoro ve onun yan yoldaşı Ramazan. Toyunuz kutlu olsun. Genç bilmedi kursdaşlarına bunların kutlayaq. Sanatkarlarımız sazlar aslında kırstaş atarlarının acayip sağlar çıkırı. 1, 2, 7, 2 atar. Aziz mehmonlarimiz, o'zlaringiz bilasizlar. Har bir ota-ona o'z farzandini dunyoga kelgandan keyin vaqti kamolni ko'rsam deb, to'ylarini ko'rsam deb yashaydi. Maalesef bu günlarda avvalambor ukamiz boshingiz sog' bo'lsin. Mana shu yaxshi kunlaringizda qatnasha olayotgan Alisher akamizning joylari jannatda bo'lsin. Ilohim jannatdan joylarini olgan bo'lsin. Bugun to'ylaringizda yo'q. Mana shu ukajon xafa bo'lmaysiz. Sizning iltimoslaringizga binoan mana shu qo'shiqlarimiz uchun Dost hiylasidan o'yga botdi. Hayot yo'li sinoviga so'z yo'q ekan. Yillar o'tib bir savolga javob topdim. Bu dunyoda otamday do'st yo'q ekan. Qani mayor toshlariga otari ravo. Bir de boshim, bir de qalam turar tamom. Deganim bo'ldi yomon. Bu dunyoda dadamday do'st yo'q ekan. Qabrlarning biridan mening cho'llikdaman. Qor ostida Qabrlarning biridan mening cho'llikdaman. Bu yerga to'ymagan to'yimda nabirasin ko'rmagan mening baxtsiz dadamman. Bu yerga to'yimda ko'rmagan nabirasin ko'rmagan mening baxtsiz dadamman. Dada dada dadajon qaytmadingiz hech qachon. Dada dada Yaşolmayman şerefsiz Mısayitim bilmeysiz Kuşurumda nadam var
Kaydım köklenemsiz Yaşamayı düşünemezsiniz Müzayetim
Endi hurmatli mehmonlar bilasizlar, vaqtimiz umrga qadar chegaralangan. Shuning uchun mehmonlarimiz borda, kerak-keraklar uchun duo beradigan mehmonlarimiz bo'lsa kelingizlar. Bugun to'ylar juda ham yaxshi o'tdi. Kerak-keraklarni hurmat izzat qilib kelgan do'stiyonlari, ota-onasini hurmat izzat qilib kelgan qavm qarindoshlari, san'atkorlarimiz, mana shu qarshimizda turgan video kamerachi do'stlarimiz. Ilohim doim to'ylarning xizmatlarida yeringizdagimiz, san'atkorlarning ham san'atiga san'at, ovozlariga ovoz baralla qo'shilaversin deb duo olgan omondir, qarg'ish olgan yomondir. Duo bilan el ko'karar, yomg'ir bilan yer ko'karar deyishadi. Duo uchun mana shu yerda Qulmurat Achilov Qulmurat keling. Achilov Qulmurat do'stimiz, kerak-keraklarning baxtlari uchun o'ta chiroyligina duo bersangiz keling. Achilov Qulmurat bormi? Keling, kerak-keraklarning baxtlari uchun duo bersangiz.
Mana davramizga shoshilib yetib kelishyapti. Marhamat. Ana ko'rillardan duo bersangiz. Bir soha, bir itiraf, bir kışla, bir şehir biraz. Yazmasa, memleketimizde, buramızda ilk bağışlar olsun. Bizim şularımın bağışlar olsun. Allah'ın Amin. Madinaga Muhammad, Xo'ja Aliga rahmat. Kimki amin aylasa, yetti pushtiga rahmat. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin demizda. Yana bir marta avval xudo yosh bersin, dastur to'la osh bersin. Ketmas davlat keng bo'lib, qozon to'la osh bersin. Bugun ajib to'y bo'ldi, bahor ila yoz bilan. Endi uyga qaytaylik. Qo'shiq bilan, soz bilan deb sizlarchi yigitlarimiz, shaxsan sizlarchi zaklичительный ikkita qo'shiq bo'ladi. Keyin yar-yor taronalari ostida kelinlarimizni oltin avtomobiliga jo'natamiz. Ketdik. Bayram tarafına geldi masiga bemor.
Evet, Sayın Damadın arabasını açalım. Buyurun. Yigitlarimiz, hurmatli yigitlarimiz, kelingizlar. Mana bugün kelin-kuyovlarning baxt to'ylari juda qiziqarli o'tdi. Mana endi yigitlarimizdan so'raymiz. To'ylarimiz qanday o'tdi? Yigitlarimiz. Konserat o'tdi. Ramazon kunimizda gap yo'q. Kelin-kuyovlar, yana bir marta sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Bugungi tutgan baxt qasriga qo'ygan ilk qadamlaringiz yana bir marta qutli muborak bo'lsin demizda. Turkmaniston xalqimizning eng bir go'raldali oilalaridan biri bo'ling. Doim Alloh yo'llaringizni ochiq etsin. Endigi safarimiz Boğaz ko'prisiga. Sizlarga e'lanchilar. Alloh emanet bo'ling. To'ylaringizda diydor ko'rishguncha azizlar. Walking down the crowded streets, I'm about to lose my mind. City lights are drowned in darkness. Your love is all I want. Freezing cold that follow, the wind like an arrow, it will lead me to you. Freezing cold that follow, the wind like an arrow, it will lead me to you. I'm lost in Istanbul. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na na. Oh na na. I'm lost in Istanbul. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na na. Oh na na. I'm lost in Istanbul. Trying to find you now. Lost in Istanbul, I'm here for you, I'm down. Can you heal my wounds? Lost in Istanbul, I just cannot be found. I'm lost in Istanbul. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na na. Oh na na. I'm lost in Istanbul. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na na. Oh na na. I'm lost in Istanbul. I'm lost in Istanbul. Ben de kaybolanı, sen de bulmak güzel. Yitip unutulanı, sen de görmek güzel. Güzel demek yetmez, muhteşem olmalıyız. Bakir bir yere, seninle varmalıyız. Bir umut gözlediğim, yıllardır beklediğim, kalbimin sahibisin sen. Çırpınıyor yüreğim, ferman buyur ölürüm.
ömrümün sahibisin sen. Duy şu kalbimin vurduğu sesi, dilerim bitmesin bu tutku sevgi. Kulak ver dilimden dökülen sözlere, bir söz bir evet bana versene. Evlenir misin benimle? Kader kıymet budur, kısmet buna derim. Mutluluksa dileğim seninle yaşamalı. Yaşamakla bitmez, muhteşem olmalıyız. Mucize bir yere seninle varmalıyız. Bir umut gözlediğim, yıllardır beklediğim, kalbimin sahibisin sen. Çırpınıyor yüreğim, ferman buyur ölürüm, ömrümün sahibisin sen. Duy şu kalbimin vurduğu sesi, dilerim bitmesin bu tutku sevgi. Kulak ver dilimden dökülen sözlere, bir söz bir evet bana versene. Evlenir misin benimle? Çakmak mı abi? Azıcık bir yaklayacak mıyım? Bir yaklayacak ama. Ya onu başka bir yolda çıkarım. Sen Angar geç, Angar geç. Yok, Angar'da var. Angar geç sen Angar geç. Angar'dan bir düşün, Angar'dan video düşecek, video. Video almaydı mı? Yok, sen ortasın, pat. Var. Kamera açı. Bardak gel, kaydı. Bir kırımı, dorek mi? Buldu. Ben saklayasam ara. Bir bardağı al işte. Aşağı. Yaşlar batlı mı? Fark et atsın. Bardak verin. Ha, bardak umuma verirler. Dağırdama. Ahmet benim kaç yaşında sonunda? Ben özümçi. Minci yaşında. Kuya başak kuydurma. Minci salgına kuyuna gayret. Sana çüşe kalsın çüşe. Tamam kamera açırgan. Hani Aydın'da. Geotören dostu aşnası. Aşnası ayt. Aha yer göreyim Ramazan şey. Dost geldi. Çok ya. Toylar toylarsın artık. Biraz yoşulur. Ne var toylar Çepek çalama çepek. Молодец. Yaşlar rahatlı olsun. Soğuk baştan Türkiye'nin attım attım. Şampan satma. Attım ay. Zakir canetçe. Aylama kamera. Çakırsana.
Bardak, bakma oraya. 10 TL mi?